Alloh taoloning Rauf va Rahim degan sifatlari qalblarga javob bo'lgan janob Rasululloh butun umrlarini siz bilan bizga baxshida qilib yuborganlar. Yo masalan, ya azob chekdim menga bo'lmasa ekan deb aytmadilar. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi vasallam to'g'risida tangli qiyomatda astaizu billah la yatakallamuna, tangli qiyomatda hamma turibdi, hech kim so'zlamaydi. Illa magar so'zlaydi man azina lahur rahman, kimga izn bersa Rahmon sifatli Alloh taolo o'sha so'zlaydi. Va yana janob Rasulullohga izn bo'lar ekan. Ey meni habibim, gapirdir ekan tangli qiyomatda, nima deysan? Parvardigoro, meni ummatim jannatga kirmaguncha men jannatga kira olmayman. Ummatim jahannamda azoblansa men jannatda qanday rohat qilaman? Menga va'dang bor edi, ummatingni, ya'ni ummatingga shafaat qilasan degan izn berilishi menga aytildi. Shafaat izmini menga bergin Allohim deganda, meni so'zim haq. Ey meni habibim, ummatingni chaqir va jannat sari yetaklar olib ketgin deganda, ya ummatim deganlarda Allohu akbar deb o'rnlaridan turib bir-birlarini sevinch yoshlaridan tabriklab, ya'ni guruh bo'lib janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam orqalaridan jannat sari yetaklanib ketaveradilar. Va shu so'zni esingizdan chiqazmanglar. Ya Rasululloh, 124 ming payg'ambar bo'lsa, ularning soni sanoqsiz ummatlari bo'lsa, ummatingizni qattan tanib olasiz deganlarda faqat tahorat izlaridan degan ekanlar. Bizga Alloh taolo tahoratni ibodat maqomida bergan. Tahorat qilgan izlaringizdan nur chiqib turar ekan. Mana ummatimdir ekanlar. Betahorat, benamozlar kim qilar ekan? Ya Rasululloh, men sizni davringizda keluvdim. Tahorati yo'q, izi yo'q. Xamirdan qil sug'urgandek. Farishtalar sekin-sekin sug'urib jahannamga olib borib ketaverar ekan. Ya'ni janob Rasululloh uyalib qolmasinlar deb. Shuning uchun bitta shior umrbod esingizdan chiqazmang. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "At-taharatu miftahis solah va innas-solata miftahil jannah." Tahorat namozning kaliti. Namoz bu jannat kaliti. Tahorat yo'q, namoz yo'q, jannat yo'q. Shuni unutmang. Biz bandalikka kelganmiz. Abdu degani qul degani. Ruslarda ham aytuvzu ali rabboji deb, rabbochi degan so'zdan olingan. Biz Alloh taologa qulchilikka kelganmiz. Qo'limizdan kelgancha ibodat qilib Allohni rozi qiling. Mehnat qilsangiz mehnatingizga baraka, xonadoningizga nur, barakat, tanajoningizga salomatlik ato qiladi. Meni deganlarni deydi Alloh, men yo'qlayman. Salom alaysiz qolmaydi. Sizlar salom beringlar, men sizlarga mukammal oliy ali olaman, ikki dunyoda aziz qilib qo'yaman deb Allohning va'dasi bor. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Ey bor Parvardigoro, bu dunyoda mehmon biz, o'lim haq, sana amr rahmating bilan kelganmiz. O'zingga sig'inib so'raymiz. O'zingni tanitib qalbimizga iymon solganingga alhamdulillah. Habibingga ummat qilib yaratganingga beadad alhamdulillah. Xudoyo xononda shu yo'lda sabit qadam qilgin. Shayton vasvasasidan barchamizni o'zing omon tut, aylagin toki tangli qiyomatda seni bu dunyoda bergan ne'matlaringni rizo qilgan ahli insof, ahli iymonlar qatorida turib rahmatingga va jamolingga musharraf aylagin. Butun olam musulmonlar qatori siz bizni Alloh duolarimizni, ibodatlarimizni qabul aylab ikki dunyoda saodatli aylasin. Bi fazlika va karomika